Sport Hall saroyi Germaniya Gamburg boks bo'yicha jahon chempionatining 69 kilogramm vazn toifasida O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Shahram G'iyosov ringga chiqishga tayyor turibdi. O'zbek boks maktabining yorqin namoyandalaridan biri, Rioda o'tgan yozgi Olimpiada o'yinlarining asosiy yulduzlaridan biri, kumush medal sohibi. Bizning terma jamoamiz hisobiga dastlabki kumush medalni keltirgan sportchi boks tarixida, bizning boksimiz tarixida Shahram G'iyosov ringga chiqib kelyapti. Uni butun dunyo tanib bo'ldi. U havaskor boksning Cristiano Ronaldosi degan nomni ham olib bo'ldi. Nafaqat o'zining g'alabasini nishonlash uslubi bilan, balki ringdagi o'ziga xos sa'y-harakatlari bilan Olimpiadadagiga nisbatan biroz tashqi ko'rinishni o'zgartirgan Shahram Olimpiadadagi mahoratini yana bir bor namoyish etishini hammamiz intizorlik bilan kutyapmiz. Endi esa uning raqibi Yevgeniy Barabanov ko'k burchakdan ringga chiqib keladi. Ukraina terma jamoasi a'zosi. Ular tengdosh, ikkalasi ham 24 yoshda. Barabanov Kiyev shahridan, Oleg Davidenkoning shogirdi, bu uning taniqli murabbiyi. U Yevropa chempionati o'sha litsenziya turnirida 3-o'rinni qo'lga kiritdi. Shahram G'iyosov esa Osiyo chempionatida oltin medalga sazovor bo'ldi. Shahram Show deb ataladi uning ishtirokidagi janglar va bugun ham mana shu shouning yorqin ko'rinishini birgalikda kuzatamiz degan umiddaman. Frank Fiacco, kanadalik referi, bugun qat'iylik bilan ushbu jangni boshqarsa kerak. Omad Shahram, hammamiz u bilan birgamiz xayolan. U buni yaxshi his etadi. Umuman u auditoriyani, muxlislarni yaxshi his etadi. U e'tiborni o'ziga tortadi. Kelajakda ajab emas, u butun jahon ringlarida hali asosiy yulduzlardan biriga aylanib ketsa, lekin buning uchun o'z faoliyatidagi dastlabki jahon chempionatida yaxshi o'rinni qo'lga kiritish kerak. Shahram G'iyosov shunchalik taniqli bo'lib ketdiki, biz bittagina faktni unutmasligimiz kerak. Uning uchun birinchi jahon chempionati bu. Aynan shu yerda Shahram o'zini ko'rsatish evaziga havaskor boksda o'z faoliyatiga yangi sahifa yozib qo'yish kerak. Birinchi raundni xotirjamlik bilan boshladi Shahram, jiddiylik bilan boshladi. Davomiy seriya bo'ldi. Sinov seriyasi. Shahram maksimal kuchni hali ishga solayotgani yo'q. Barabanov hushyor, bilib turibdi uning qarshisida Olimpiya sovrindori finalchisi ekanligi bilib turibdi. Shahram Olimpiadada ajoyib uslubda oldingi jahon chempionati oltin medal sohibi Rabio ustidan g'alabaga erishganini, ya'ni Rabio oldingi jahon chempionatida oltinni qo'lga kiritgan. Olimpiadada esa Shahram ana shu jahon chempionini yenggan. Yaxshi, himoyadan chiqib ketish jarayonida, raqib zonasida deyishimiz mumkin, zarba bilan vaziyatni o'z foydasiga yozib qo'ydi Shahram. Barabanov chayqalib sekin yaqinlashib, xuddi kobra singari hujumga tayyorlanyapti. Chayqalib bitta chaqib olishga urinyapti, ammo Shahramda tezlik bor, reaksiya bor. Ko'rinib turibdi, Barabanov ham jiddiy jangchi, yaxshi maktabni o'tagan. Uning har bir harakati buni ko'rsatib turibdi. Lekin iste'dod masalasida Shahramning dastlabki sekundlardanoq saviyasi bilindi. Yaxshi zarba o'ng qo'lda, ortga majburan qadam tashladi Barabanov. Bu hech qanday taktik yo'l emas, bu zarbaning ta'siri edi. Chap qo'lda kirib borishga urindi Shahram, o'ng qo'l ishga solindi, qizishyapti Shahram. Qizishgan paytida bo'ldi, uni to'xtatish qiyin. Lekin murabbiylar xotirjam bo'lishni so'rashyapti. Mana boshlandi endi. Qizishib olgandan keyin boshlaydi u shousini. Oddiy boks namoyish etishni bilmaydi. G'iyosov har safar qandaydir fintlar tayyorlab chiqadi ringga. Bu nimani anglatadi? U o'z muxlislari uni yaxshi ko'rganchalik yaxshi ko'radi va ularni zeriktirmaydi.
jang. Zarba o'tkazdi, javobini ham berdi. O'ng qo'lda yaxshi zarba o'tdi Shahramda uppercut. Birinchi raund o'z nihoyasiga yetdi. Yaxshi ishlashdi jangchilar ikkalasi ham. Va tinglaymiz. Больше играй передней рукой. Передний. Раз, два, попал. Раз, два. Чаще удары побольше. Endi ko'rdingiz. Murabbiylar Ro'zoqulov, Hadjayev ular ortiqcha qandaydir bosim qilishmadi Shahramga, chunki G'iyosovning o'zi hammasini to'g'ri bajaryapti ringda. Chalg'itib qo'ymaslik eng muhim masala. Barabanov ikkinchi raundni faolroq boshladi, zarba bilan kirib boryapti yaqin masofaga. Kutib oldi Shahram o'ng qo'lda, yana bir o'ng qo'l zarbasi o'tmoqda. Seriya bilan ishlayapti Barabanov. Bitta kirganda Barabanov 4-5 ta zarbani yo'llayapti. Yaxshi. Chiqib ketish jarayonida Shahram albatta harakat bilan chiqib ketyapti. Shunchaki ortga ketayotgani yo'q. Barabanovning uslubi bir xillikni keltirib chiqaryapti. 4-5 ta seriya va o'rta masofa. 4-5 ta seriya, o'rta masofa. Yonga ko'proq qadam tashlashni so'rayapti murabbiylarimiz. Zarba o'tkazdi, zarba berdi. Zarba o'tkazdi, zarba berdi. Yengil ishlashga harakat qilyapti Shahram. Barabanov o'sha seriyalarini baribir o'tadi-yu bir kun deb ishlatishda davom etyapti. Yana baravariga zarba berishyapti. To'g'ri, tushunib turibmiz, G'iyosov o'z kuchiga ishonadi. Bu jangda raqibiga yetarli darajada zarba bera olishiga ham ishonadi, ammo imkon qadar kamroq o'tkazish kerak. Bu ham baribir ziyon yetkazadi o'ziga. Tanaga, boshga yana Barabanov o'zi xuddi familiyasiga xos tarzda ishlar ekan. Bir oldinga borib shu barabanni chalib yuborar ekan, 4-5 ta zarba berib to'xtar. O'tkazyapti Shahram, o'tkazyapti. Bo'ldi, Shahram endi jiddiyroq ishlash kerak, boshni ehtiyot qilish kerak. Ikkinchi raundning ikkinchi qismida Barabanov tashabbusni tenglashtirishga astoydil harakat qildi. Yaxshi zarba, yaxshi hujum o'tib ketdi. Ikkinchi to'lqin bilan hujum kelganda noaniq ketdi. Yaxshi, mana bu seriya zo'r chiqdi. Ketidan yana bir chiroyli seriya. Raundga nuqta qo'yish muhim edi va Shahram bu ishni bajardi. U ham seriyalar bilan ishlashni boshladi. To'g'ri, ancha-muncha kuch ketyapti bunga, ammo ustunlikni tasdiqlash kerak. Yaxshi raund bo'ldi. Ikkalasi ham yaxshi mehnat qilishdi ringda. Barabanovga ham o'z hurmatimizni bildiraylik. Промежутком. 15-30 секунд поднялся и левый играется. 15-30 секунд поднялся, левый играется. Hadjayevdan ko'rsatmalar aniq berilyapti. Kombinatsiya bo'yicha. Для чего не остается? Раз, два и на живот переводи. O'shanda o'tkazyapsan. Tushundingmi? O'sha uklon qil. Raz qo'ling tushib.
oxirgi raund boshlandi. Barabanov endi qat'iylik bilan qadam tashladi oldinga. U nima qilib bo'lsa ham vaziyatni tenglashtirmoqchi. Shahramga tezlik kerak bu yerda, tezlik. Bu yerda zarbadan qutulish tezligi va darhol javob qaytarish tezligi. Yaxshi. Yaxshi, yana bitta vaziyat. Bokschimiz hisobiga yozilishi kerak. Yana bir hujum. Yana bir o'ng qo'l zarbasi. Tanaga ishlayapti Barabanov. Shahram yana ochilyapti. Ochiq boksga taklif etyapti Barabanovni. Yaxshi, o'ng qo'l zarbasi. Qutuldi. Javobidan qutuldi. Yaxshi. Qarshi hujum, chap qo'l zarbasi. Barabanov bosim tashkil etyapti va qarshi zarba. Yaxshi, o'ng qo'lda. Mana bu 3-raundda G'iyosov juda chiroyli ishlayapti. Nima bo'ldi? Bo'ldi, hammasi joyida. Davom etamiz. Oxirgi raundning yarmi deyarli o'tdi. Shahram bo'shashmasdan 1,5 daqiqa toza ishlab berishi kerak. Xuddi shunday bo'lyapti hozir. Yaxshi o'ng qo'lda. Yana bir zarba. Chiroyli zarba bo'ldi o'ng qo'lda. Barabanov bir zumga xayoli ketdi. Ammo klinch orqali chiqib ketdi bu vaziyat. Yaxshi, yana bosh qismiga tegyapti. Hamma zarbani ilib olyapti Barabanov boshi bilan. Yaxshi, yana ilib oldi. Shahramning yulduz ekanligini biladi va har bir zarbasini esdalikka olib qo'yapti o'z kolleksiyasiga. Yarim, aniqroq 1 daqiqa vaqt qolyapti. 3-raundga bravo deyishimiz kerak, shunchaki Shahramning mehnatiga. Yaxshi, yana o'ng qo'l zarbasi. Aytayapman, bo'ldi, bu yog'iga har bir o'ng qo'l zarbasini Yevgeniy o'z boshiga qabul qilib oladi. Mana bu seriyalari esa og'irlashib ketdi. Hozir uning qo'lqopi ichiga ancha yuk tushirilgandek. Biroz qo'llari osildi. Mana bu yerda o'tkazib yubordi G'iyosov. Endi baribir raund davomida bitta zarba o'tkazmay iloji yo'q. Oxirgi sekundlar. Ana bitta yaxshi nuqta. Barabanov nuqta qo'yishga intildi, ammo Shahramdan bo'ldi oxirgi seriya. Chiroyli g'alaba. Birinchi raundda ustunlik qildi, ikkinchi raund tenglashdi, buni tan olib aytish kerak. Uchinchi raundda lekin mutlaq yetakchilik qildi Shahram G'iyosov va bu jangda menimcha umumiy hisobda g'alaba qozonish kerak, ya'ni barcha hakamlarning qarori bo'yicha. Hozir eshitamiz. Mana baravar urilgan vaziyatlardan biri edi bu. Lekin Shahramniki sezilarli ziyon yetkazdi. Boshi bir chayqaldi Barabanovning, mana ko'zi ketdi. Yaxshilab qarab oldi qarshisida kim turganiga va nima qilayotganiga. Va jang g'olibi e'lon qilinadi. Albatta, Shahram G'iyosov o'z debyutini jahon chempionatida g'alaba bilan, chiroyli g'alaba bilan boshladi. Barabanov ham menimcha unga o'z tabriklarini yo'lladi. Tabassum bilan nimadir gap gapirdi. Yomon gapga o'xshamadi har holda. Yomon gap gapirish mumkin emas bunday pozitiv inson haqida. U ringda ayovsiz raqiblarga nisbatan, lekin hayotda quvnoq va har doim yuzdan tabassum tushmaydigan yigit. Ana shunday tarzda terma jamoamiz hisobiga navbatdagi g'alaba yozilyapti. Chorak final yo'llanmasini Shahram G'iyosov qo'lga kiritdi. Barchamizga chiroyli g'alaba taqdim etdi. Bu uchun bokschilarimizga, delegatsiyamizga, federatsiyamizga va mana bunday jonkuyar murabbiylarimizga rahmat deymiz. UzReport TV
Jahon chempionatidan translyatsiyalarini albatta davom ettiradi. Soat 20:00 da Bahodir Jalolov, bizning super og'ir vazn toifasi vakilimiz ringga chiqadi. O'tkazib yubormay, bir necha daqiqalardan so'ng mana shu ringga qaytamiz do'stlar. Sizni ham tabriklayman bu g'alaba bilan.